1 oktyabr kuni Fransiyada Uyg'ur masalasi haqidagi televiziya programmasi va Twitter'dagi Uyg'urlarga erkinlik hashtagi eng ko'p ko'rilgan va bahrlangan tema bo'lgan. Qayd qilinishicha, Fransiyadagi dongliq shaxslarning mutlaq ko'pchiligi Sharqiy Turkiston bayrog'ining rangi bo'lgan ko'k rangni Instagram va Twitter'da ham bahrlab, Uyg'urlarga bo'lgan hissdoshligini va qo'llaydiganligini ifodalagan. Fransiyadagi Lezer nomli turmush jurnalida e'lon qilingan bir maqolada Fransiyada ijtimoiy taratqulardagi shaxsiy betini ko'k rangga o'zgartmagan dongliq shaxslarning qolmaganligi ilgari surilgan. Maqolada hatto dongliq kino cho'lpini Letsiya Xolidayning 1 oktyabr Xitoy davlat bayrami munosabati bilan Uyg'ur musulmonlari uchun kuchli signal e'lon qilgan nurg'un kishilardan biri ekanligi ta'kidlangan. Maqolada Uyg'urlar Xitoyda mislsiz tutqun qilish siyosatining qurboni bo'lgan bir xalq deb ko'rsatilgan. Maqolada ta'kidlanishicha, bu qitim Marini Lorfelin, Matt Pokora qatorliq dongliq model va naqshchilarmi Uyg'urlar uchun safarbarlikka kelgan. Ma'lum bo'lishicha, 1 oktyabr kuni, ya'ni Fransiya kundalik turmush televiziya programmasining Fransiyadagi Uyg'ur ziyolisi, Yevropa Uyg'ur institutining mas'uli Dilnur Rayhan va fransiyalik siyosiyon Yevropa parlamentining a'zosi Rafael Glucksmann bilan o'tkazgan suhbati eng ko'p ko'rilgan televiziya programmasi bo'lgan. 1 oktyabrdagi Xitoy davlat bayrami kuni Fransiya shaharlarini o'z ichiga olgan dunyodagi 60 necha shaharda Xitoyning Uyg'ur diyoridagi lager va majburiy emgikiga qarshi zo'r ko'lamli namoyish o'tkazilgan edi. C'est d'abord une mobilisation pour les Ouïghours, pour dénoncer les crimes contre l'humanité qu'ils subissent, mais c'est aussi une mobilisation sur quel type de monde on veut. Est-ce qu'on veut d'un monde de confession musulmane majoritairement, mais pas que, et c'est une population extrêmement ancienne, et que c'est la population la plus importante de l'Asie centrale historiquement, mais aussi c'est une population, en fait, c'est la base, c'est la pierre angulaire de la civilisation du monde turc.